So'x tumanida 27 ta mahalla fuqarolar yig'ini mavjud bo'lib, bu mahallalarning hammasida ham ma'muriy bino yo'q edi. Davlat rahbari tomonidan tumanga qaratilgan e'tibor natijasida so'nggi yillarda So'xdagi mahallalarning ko'p qismi zamonaviy ma'muriy bino bilan ta'minlandi. Ammo Hazrati Ali mahalla fuqarolar yig'ini aholisi yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlardan ruhlanib, mahalla binosini hashar yo'li bilan qurib bitkazdilar. Mazkur binoning ochilish marosimida tuman hokimligi, mahalla uyushmasi tuman bo'limi vakillari hamda mahalla nuroniylar ishtirok etishdi. Tadbirda so'z olganlar o'tgan qisqa fursatda hududda amalga oshirilgan ishlarni e'tirof etib, unda mahalladagi har bir fuqaroning hissasi borligini ta'kidlashdi. Tantanali marosim so'ngida mehnat faxriylari ramziy bog'ichni qirqib, mahalla yetiligi uchun yaratilgan sharoitlar ko'zdan kechirildi. Prezidentimiz tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlarning bevosita ishtirokchisi sifatida Hazrati Ali mahallasining fuqarolari bundan ruhlangan holda bugungi kunda Hazrati Ali mahallasining ma'muriy binosi fuqarolar yordamida ko'magi bilan qad rostladi va bugun foydalanishga topshirildi. Mahalla tizimiga berilayotgan e'tibor va tashkil etilgan mahalla yetiligi natijasida tumanimizda va mahallada ancha-muncha muammolar o'z joyida bartaraf etilmoqda. Yangi bino 2 oshxonadan iborat bo'lib, loyiha qiymati 2 milliard so'mni tashkil etadi. Binoda mahallaning har bir xodimi uchun alohida xonalar mavjud. Ikkinchi oshxonada esa mahalla yoshlari uchun o'quv markazi tashkil etiladigan bo'ldi. Shuningdek, tadbir davomida mahalla xodimlari hamda yangi binoning bunyod etilishida hissa qo'shgan saxovatpesha homiylarga tuman hokimligi tomonidan esdalik sovg'alari tantanali tarzda topshirildi. Bugungi kunda So'x tumanida muhtaram prezidentimiz tomonidan olib borayotgan islohotlarni ko'rib, o'zgarishlarni ko'rib, So'x xalqi islohotlar ishtirokchisiga aylanyapti. Mana birgina misol So'x tumani Hazrati Ali mahalla fuqarolar yig'inida hashar yo'li bilan 2 milliardlik loyiha asosida 2 etajlik bino qurib bugungi kunda foydalanishga topshirmoqda. Darhaqiqat, bugun Hazrati Ali mahalla fuqarolar yig'ini aholisi yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning bevosita ishtirokchisiga aylanib, mahallani eng obod maskanga aylantirishda katta loyihalarni amalga oshirmoqdalar. Jahongir Sobirov, Mashhur Hasanboyev So'x tumanidan tayyorlandi.